O'zi sekundu 80 ming ushlayman bilan intervyuni. Kiber xavfsizlik bu buni qaraganda juda ham keng qamrovli narsa. Albatta o'zim ham kuzataman, ko'pchilikka juda qiziqib turibdi. Kiber xavfsizlik bu nima deydi? Kiber xavfsizlik bu buni qaraganda soha. Bu sohada siz bitta narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Har bitta tashkilotda bugungi kunda har bitta tashkilotda o'zining serverlari bor. Ya'ni ma'lumotlar saqlash uchun xizmat qilayotgan server qurilmalari bor. U qurilmalarda nima saqlanadi? U yerda juda ham katta hajmda ma'lumotlar saqlanadi. Oddiy misol qilib olayotgan bo'lsak, tashkilotda kun davomida bo'layotgan barcha topshiriq, vazifalar hammasi bugungi kunda 21-asr raqamlashtirilyapti. Printerdan chiqarilgan qog'ozni etib, tasdiqlatib yoki boshqa joyga etib joylashtirib qo'yish degan narsa o'zi yo'qolib ketdi. Bugungi kunda shu narsalar hammasi bitta yagona platformami yoki veb dastur yordamida kiritib boriladi. Kuchunay boshliqlar tomonidan berilgan topshiriqlar ham kuchunay xodimlarga o'sha veb dasturni platformadan kiritib boriladi. Har bitta xodim o'zining shaxsiy kabinetida bu narsani ko'rib boradi. Xo'sh, demak, bular hammasi qayerda turadi? Bular hammasi serverda ma'lumotlar bazasida joylashib boriladi, ya'ni tarix yig'iladi. Bundan tashqari kadrlar bo'limiga ham oddiy misol, bironta xodim ishga kirish uchun kelgan bo'lsa, albatta u xodimning shaxsiy ma'lumotlari shunday platformalarga kiritiladi va ro'yxatga olinadi. Har bitta fuqaroning shaxsiy ma'lumoti har doimgidek serverlarda saqlanadi. Bugungi kunda shunday. Kiber xavfsizlik sohasi, nima qaragan, kiber xavfsizlik deyotgan bo'lsak, ana shu serverlarning xavfsizligini ta'minlab biladigan mutaxassis. Har bitta serverda o'zini zaif tomonlari bo'ladi. O'sha zaif tomonlarini, ya'ni o'sha eshikchalarni deyotgan bo'lsak, chunki pentesterlar yoki hakerlar serverda zaifliklardan foydalanib shaxsiy ma'lumotlarni internetga chiqarib yubormasligi uchun albatta mutaxassis, ya'ni kiber xavfsizlik mutaxassisi bularni zaif tomonlarini yopish bilan shug'ullanadi. Serverda ish faoliyatini doimiy ishlab turishini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda kiber xavfsizlik mutaxassisiga talab juda ham ko'payib boryapti. Boya aytganimdek, o'zi bundan buyog'iga faqat tashkilotlar ko'payadi. Har bitta tashkilot o'zining serveri bo'lgani bilan kiber xavfsizlik mutaxassislariga ham talab oshib boradi. Qancha daromad qilishni olayotgan bo'lsak, bu freelance sohada ham talab juda ham ko'p bugungi kunda. Freelance birjalarning o'ziga kirib buni bir tekshirib qarab chiqsa ham kerak, shunaqa mutaxassis kerak, bilishi kerak bo'lgan narsalarni ham aytib ketgan. Kiber xavfsizlik mutaxassisi birinchi navbatda bilishi kerak bo'lgan bu yagona operatsion tizim, bu Linux server tizimi. Linux oilasiga mansub Linux server operatsion tizimi deyiladi. Lekin nima uchun Windowsda qilsak bo'lmaydimi degan holatlar ham bo'ldi. Yo'q, Windows operatsion tizimida ham qilsangiz bo'ladi. Windows server bo'ladi. Windows bilan Linux operatsion tizimini o'zini solishtirgan bo'lsak, Windows bu pullik operatsion tizim, a Linux bu bepul, open source, ya'ni bepul operatsion tizim hisoblanadi. Windows oilasiga mansub Windows server operatsion tizimi bor. Uni albatta litsenziya olishingiz kerak. Sizda Windows server operatsion tizimingizda xavfsizligini Microsoft kompaniyasi o'zini bo'yniga oladi. Linux operatsion tizimiga olgan bo'lsak, ya'ni Linux serverda olgan bo'lsak, uni operatsion tizimini xavfsizligi uchun kiber xavfsizlik mutaxassisi javob beradi. Albatta bu yerda ozgina noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lishi mumkin, chunki Windows server operatsion tizimiga ham kiber xavfsizlik mutaxassislari qaraydi. Linux server operatsion tizimini olgan bo'lsak, yoki o'sha Linux server operatsion tizimini olgan bo'lsak, bu yerda kiber xavfsizlik mutaxassisi ertalabdan kechgacha uni qo'riqlab o'tirmaydi. Albatta, u yerda kiber xavfsizlik mutaxassisi har bitta serverda jurnal degan narsa bo'ladi. Ya'ni serverga kirib va chiqib ketayotgan paketlarni ro'yxatga olib boradi. O'zi Linux operatsion tizimini ishlash prinsipi shunday. Demak, har bitta kirgan va chiqib ketgan ma'lumotni jurnalini kuzatish bilan shug'ullanadi. Agar u jurnalda Linux serverda standart ish faoliyatidan tashqari noyob ro'yxatga olingan holatlar bo'lsa, ya'ni kirish, chiqish, albatta kiber xavfsizlik mutaxassisi chora ko'rishi kerak yoki aniqlashi kerak nima uchun shunday bo'lgan. Bironta bir platformada ishlab turganingizda har bitta bosgan tugmangiz serverda ro'yxatga olib boriladi. Ana shu haqida gap ketyapti. Demak, agar bironta pentester yoki hacker Linux operatsion tizimining ichiga kirayotgan bo'lsa, albatta bu ro'yxatga olinadi. Endi kiber xavfsizlik mutaxassisini qo'lida doim bitta planshet yoki bitta notebook bo'lishi mumkin. Chunki server deganda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Server u kompyuter emas, server shkaf deyiladi. Uning ichida nestandartni, ya'ni biz har kun ko'rib yurgan kompyuterlar emas, uning ichida
boshqacha ko'rinishdagi kompyuterlar joylashtirilgan bo'ladi, ya'ni bir-birini ustiga ketma-ket terilgan bo'ladi. Har bittasiga o'zini plansheti yoki ekran yoki noutbukini ulab ichiga kirib, uni ichidagi ma'lumotlarni ko'radi. Agar u server himoyalangan muhit ichida ishlayotgan bo'lsa, agar u server tashqi muhit bilan aloqasi bo'lsa, ya'ni o'sha tashqi internetga ulangan bo'lsa, albatta kiberxavfsizlik mutaxassisi o'zini serverga masofadan turib ulanib ham uni boshqarib, unga xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Demak, bunaqa imkoniyat bor ekan, bitta kiberxavfsizlik mutaxassisi 4 ta 5 ta tashkilot ishini ham qilib biladi. Albatta bu sohaga kirish uchun hammasi noldan boshlanadi, har doimgidek. Bugun siz men kiberxavfsizlik mutaxassisi bo'laman deganingiz bilan hech kim sizni 1 oy ichida yoki 2 oy ichida sizni unaqa mutaxassis qilib qo'yishi qiyin masala. Hammasi kompyuter savodxonligidan boshlanadi. Birinchi navbatda oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, men o'zim даже ko'rdim shu holatlarni. C diskdan D diskka bitta papkani kopiya qilib o'tkara olmagan holatlar bo'ldi. Lekin u yerda kompyuter bor, men kompyuterni bilaman dedi o'quvchi. Nima uchun sen C diskdan D diskka bitta papkani kopiya qila olmagan sababini bildingmi desam, yo'q, shuni bilolmayman, lekin men kompyuter bilaman deydi. Aslida server bilan ishlaganda ham siz kataloglar bilan ishlashni bilishingiz kerak. Katalog bu oddiy siz yaratgan papka, lekin o'sha papkani to'g'ri kopiya qilishni bilmasangiz yoki qirqib olib boshqa bitta qattiq diskka uni nusxasini olishni bilmasangiz, hammasi nima deydi, bir tiyin bo'ladi. Shuning uchun oldin kompyuter savodxonligidan boshlash kerak. Kompyuter savodxonligiga birinchi kun kirgandan kompyuter qurilmalari bilan tanishib chiqish kerak. Kompyuter qurilmalari bilan qo'shimcha qilib aytishim mumkin, oddiy kompyuterda protsessori bilan server protsessorlarda juda ham katta farq bo'ladi. O'zimizni reklama qilaymi. Kompyuter savodxonligini o'rganish uchun albatta sensorik o'quv markaziga boshlang'ich kurslariga yozdirib, noldan o'rganish kerak. Ya'ni o'sha kompyuter savodxonligi kursini boshida deyarli 2 hafta davomida kompyuter qurilmalari, operatsion tizimlar, tarmoqlar haqida boshlang'ich tushunchalar beriladi. O'sha seminarlarda qatnashib, ko'p narsani o'rganib, albatta keyingi etapga o'tsa bo'ladi. Word, Excel, PowerPoint. Bunday qaraganda kompyuter savodxonligi kursini o'zida ham juda ko'p qiziqarli narsalar bor. Albatta bugungi kunda sensorik o'quv markazida nafaqat teoriya va amaliyot, bundan tashqari biz albatta sun'iy intellekt bilan ishlash darsliklarni ham qo'shganmiz. Sun'iy intellekt bilan ishlash darsligi u bitta odam gapirtirish emas, yoki bitta qanaydir bankdan tushib ketib har joyga sochilib ketgani emas. Albatta bu veb-saytlarni strukturasi qanday yaratiladi yoki prompt engineering degan narsa bu. Siz sun'iy intellekt bilan gaplashishni o'rganasiz. Ya'ni siz nima xohlayotganingizni sun'iy intellektga tushuntirib berishni o'rganasiz. Bunday qaraganda sun'iy intellekt tilini o'rganasiz. Shuni o'rgansangiz, albatta sun'iy intellekt yordamida yoki sun'iy intellekt instrumentlari yordamida juda ko'p narsa yaratib olsangiz bo'ladi yoki yaratib bersangiz ham bo'ladi. Bu yaratib berishni o'rgansangiz yoki yaratishni o'rgansangiz, bu sizga juda ham yaxshi yo'l ochib beradi, siz freelance sohada ham daromad qilishingiz uchun. Afzallik tamomi shunda bo'lib qolyaptiki, mana bizda 3-4 ta o'quvchimiz bor. Chet tili kurslariga endi bora boshlagan. Lekin sun'iy intellektga o'zbekcha yozib, yaratgan loyihasi rus tilida. Ya'ni o'sha yaratgan platforma saytmi, farqi yo'q, skriptmi, ya'ni ruscha interfeys bilan yaratilyapti. Bugungi kunda sun'iy intellekt grammatikani ham yaxshi biladi.